ko'pchilik borda, mana siz kechagi intervyuda ham shuni ko'rdim. Mana qurilishda ishlaydigan og'ir mehnat, ya'ni jismoniy mehnat bilan pul topadigan odamga kitob o'qigan desa, kitob menga nima beradi degan. Okajonim, bunga Qur'onda javob qaytib qo'ygan. Ularning qalblari qulflab qo'yilgandi, ko'zlari ko'r, quloqlari kardir. Ularga hech narsa ta'sir qilmaydi, hatto otib tashlasangiz ham. Sarvari olamdan o'tganlardan keyin Abu Bakr kelib so'radilar. Bir sekretning ishlari bormi dedilar. Ha, sekretning ishlari bor dedilar. Nima desalar, bir muhtoj insonga yordam berib yurarkanlar. Kirsalar, bir ko'r, qo'l oyog'i shol inson ekan. O'shanga qo'l oyoqlarini masaj qilyotsalar, u gapirayotganmish. "Ey, nimcha qo'llaring qattiq bo'lib ketdi, nimcha qiynalayotsan meni" debdilar. Keyin non berayotgan ekanlar. "Nimcha nonni oldin chaynab berarding-ku, nimcha og'zimga loqta-loqta tiqib qolsan" debdi. Keyin yetib qoldi shu ko'r inson. Shunday sarvari olam degan narsa odam chiqdi. Shunday gaplarni gapirayotgan ekan. Ularning gaplariga quloq solmagin, hopmi debdilar. Shunda Abu Bakr ko'zlariga yosh kelibdi. Sizga shuncha yildan beri yordam bergan odam shu edi-ku. Shu edi-ku sizga yordam bergan sizlar. Shu odam nimaga degan ekan bilasizmi? Ey Alloh, ko'zlarimni ko'r qilding. Qo'l oyog'imni shol qilding. Qalblarimni ham ko'r qilgan ekansan-ku. Qalblarimni ochilganingga laqirgin. Umr bo'yi azob tutdi. Lekin qalblar ochilishi sababchi bo'ldi. Yaxshilikni sabab qilinglar, qilaveringlar. Sabab qilinglar. Nima uchun sabab qo'llaysizlar? Har kiminglar yaxshilik qila olmaysizlar. Nima uchun? Boya gapirdim. Endi shu qalblaringlar yumshash uchun do'stlar kitob o'qishinglar kerak. Yumshamaydi, o'q olmaysizlar. Otib tashlasa ham o'q olmaysizlar. Qalblaringlar yumshash uchun ilm kerak.